Ya mehribon Robbim, meni tushunuvchi, qalbimni tinglovchi, hissiyotlarimni sezuvchi, borimni borligicha biluvchi meni Robbim. Sendan iltimos qilib so'rayman. Hayotimdan meniki bo'lmagan insonlarni chiqarib tashla. Mayli men bilmay, mayli haqiqatlarga qiziqmay, nega ular meni tashlab ketishdi? Nima ularga yetmadi? Nega ular atrofimda endi yo'q? Hech birini bilmay va qiziqmay. Shunchaki ketishsin. Meniki bo'lmagan insonlar yaqinimda ham bo'lishmasin. Ya Robbim, iltimos sendan. Meni yaxshi insonlar yoniga olib borib qo'y. Menga soxtalar emas, samimiy dildan suhbat quruvchi insonlar kerak. Meni so'zsiz tushunadigan, pulim borida yo'g'ida, obro'yim borida yo'g'ida, hamisha yonimda bo'ladigan insonlar oldiga meni olib bor. Ularni esa meni yonimga chorla. Buni sendan iltimos qilib so'rayman. Chunki men soxtalardan charchadim.